Real Madridga Marcelo qaytdi do'stlar. Faqat o'zimizning eski Marcelo emas, uning o'rinbosari kichkintoy Marcelo. Shu kabi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Men esa hozir buni batafsil tushuntirib beraman. Unda boshladik do'stlar. Xo'p, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Marceloning o'g'li Enzo Alves Real Madrid bilan 16 yoshida ilk professional shartnomasini imzoladi do'stlar. Pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, u otasidan farqli o'laroq toza markaziy hujumchi, ya'ni otasi himoyachi bo'lgan, bilasiz, chap qanotda Realda dahshatli davrlarni o'tkazgan. U esa markaziy hujumda o'ynaydi, 9-raqamli soft striker, xuddiki Benzema kabi. Uni otasidan yana bir farqli jihati, u Braziliya terma jamoasida o'ynamaydi, ya'ni Ispaniya terma jamoasi fuqaroligini olgan va Ispaniya termasida harakat qiladi O'yinlarni ko'rib chiqdim, bola juda ham iste'dodli, potensiali yuqori, ikkinchi qavatda ajoyib o'ynaydi bosh bilan, oyoqda ham nazorat yaxshi, tezlik ham joyida va agarda yaqin yillarda Real Madridga hujumchi kerak bo'lib qolsa, uni ko'rib qolish ehtimolimiz ham yuqori. Shunday ekanki, biz xursand bo'lishimiz kerak, futbolda otaning o'rnini bosadigan yana bir o'g'il paydo bo'lmoqda. Odatda afsonaviy futbolchilarning o'g'illari otasi yurgan yo'ldan umuman ketmaydi, butkul boshqa yo'ldan yoki faoliyatlarini tugatib yuboradi, bosimning yuqoriligidan. Ammo iste'dod nuqtai nazaridan Marceloning o'g'li anchagina yuqori darajaga chiqib bormoqda. Shunday ekan, ko'ramiz, kuzatamiz va yaqin orada Ispaniya terma jamoasida Real Madrid safida Marceloning o'g'li asosiy tarkibda tushmoqda degan shaxsni gaplarni eshitsak, albatta ajablanmaymiz, chunki biz bundan boxabar bo'ldik.